Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz ayiqtovon kabilar, Ranunculidae kichik ajdodi vakillarini o'rganamiz. Ayiqtovon kabilar, Ranunculidae kichik ajdodi asosan hayotiy shakllari o't o'simliklardan iborat bo'lib, bu kichik ajdod orasida qisman daraxtsimon liana, buta, past bo'yli daraxtsimon o'simliklar ham uchrab turadi. Barglari oddiy, murakkab, yonbargsiz, gullari esa bir, ikki jinsli aktinamorf, zigamorf gullardan iborat. Changchilari ko'p, ba'zan 6-3 ta. Genetsiyasi esa apokarp, parakarp, sinkarp tuzilishiga ega bo'ladi. Hozirgi tizimga binoan ayiqtovon kabilarni 5 ta qabilaga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi ayiqtovon namolar, Ranunculalis. Burma qora namolar, Glaucidalis. Challagul namolar, Painialis. Ko'knar namolar, Papaviralis va nilufar namolar, Nelumbonomalis qabilalariga bo'lib o'rganamiz. Nilufar namolar qabilasi, nilufardoshlar oilasi dastlab o'sha Nymphalis qabilasiga o'rganilgan, keyingi tadqiqotlar natijasida alohida qabila va oilaga ajratilgan. Bu oilani yagona turkumi nilufar, ya'ni nilumbo turkumini ikkita turi mavjud. Yong'oqdor nilufar, Nelumbo nucifera va sariq yoki Amerika nilufari, Nelumbo lutea degan o'simliklardan iborat. Yong'oqdor nilufar Janubiy Sharqiy Osiyo, Avstraliya, uzoq sharqda tarqalgan. Sariq nilufar esa Markaziy Shimoliy Amerikaning issiq o'lkalarida uchrab, ildiz poyali, suv, quruqlik muhitiga moslashgan ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Ular uchqur bargga ega, suv osti, suzuvchi, suv yuzasidan balandga ko'tariluvchi barglardan iborat. Gullari yakka, uzun bandga ega, yirik, ya'ni pushti bo'lishi nucifera turida, sariq bo'lishi lutea turida, shunaqa ranglarda bo'lishi. Ikki jinsli gullardan iborat, mevasi yong'oqcha turiga ega. Ahamiyati sharq xalqlari tomonidan qadimdan qadrlanib o'stiriladi. Ildizlari kraxmalga, moylarga, qand moddalariga boy. Tabobatda esa asab, yurak, qon tomir xastaliklarida qo'llab ishlatiladi. Ayiqtovon namolar qabilasi, bu qabila o'simliklarida barcha hayotiy shakllar uchraydi. Gullari spiral shaklda joylashgan, barglari yonbargchasiz, navbatlashib joylashgan hisoblanadi. Gulqo'rg'oni murakkab, ba'zan butunlay ham bo'lmasligi ham mumkin. Ayiqtovondoshlar oilasi. Bu oilani asosan bir va ko'p yillik, ba'zan buta, liana hayotiy shaklga ega o'simliklar kirib, oilani hozirgi vaqtda 66 dan ortiq o'z ichiga oladi. O'zbekistonda esa 20 turkumga mansub 100 ta. Gullari ikki jinsli, aktinamorf, gulqo'rg'on oddiy, gulforma carex Corollasigacha bu oilani 6 ta kichik oilaga bo'lamiz. Parakdoshlar oilasi gulning tuzilishiga ko'ra osilib, qirqqa aylangan. Progressiv tuzilishlarni o'ziga oladi. Tarqalgan sanchiquvdoshlar kichik oilasini oladigan bo'lsak, barcha vakillarda 3 karra yoki patsimon yordamida barglari shamol yordamida bel o'simliklar hisoblanadi. Sanchiquvd turkumi uchraydi. Keyingi turkumi suvg'ar turkumi. Bular ham g'oyat chiroyli o'simliklar bo'lib, O'zbekistonda bularning ham bitta madaniy, ikkita yovvoyi turi tarqalgan. Yovvoyi turlarga Tian-Shan suvg'ari, Viktoriya suvg'ari tog'ning o'rta qismlarida uchrab, tog' yonbag'ri, qoya toshlarda, Sirnam hududlarida. Madaniy turi esa oddiy suvg'ari.
gulxonalarda o'stiriladigan o'sha bir nechta narsalarni ko'makdoshlar oilasi, kichik oilasi barcha turlari bilan ko'p yillik, ba'zan o'sha chirmashuvchi bitta holatda bo'lishi mumkin. Mevalari bir urug'lik bog'cha, gullari esa oddiy murakkab holat. Ko'nak animoya turkumini qarasak, O'zbekistonda 6 ta tur: So'ziq, Baliq ko'nak, Qarg'achoq ko'nagi, Ipak ko'nagi, Adir. Tog'ning qoya toshli, shag'al toshlarida qo'ng'irokxon, ilon-pecha. Ular chirmashuvda liana holatda bo'lib, bargdan to'qilgan gullar oddiy gul. O'zbekistonda shulardan yovvoyi turlar O'zbekistonda barcha viloyatlarda keng tarqalgan Jung'oriya ilon-pechagi madaniy turlardan tokbarg ilon-pechasi, kuydiruvchi ilonlari qishloq va shaharlarimizda manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Sug'urut Adonis turkumini bular ham barglari oddiy bo'lingan, gullari aksiyador bo'lib, O'zbekistonda 4 ta tillarang sug'urut, bo'yi 15-30 sm, ildiz boyali, o't hisoblanadi. Gullari tillarang. Farg'ona viloyatida dorivor hisoblanadi. Mayda bargli sug'urut 5-60 sm keladigan bir yillik o'simlik hisoblanadi. Gullari qizil, respublikamiz barcha adirlarida o'simlik. Ayiqdovon turkumi turist vakillari bir nechta turaluvchi, suvchi, yasmali, soyachil ayiqdovonlar uchraydi. Ayiqdovon Bochayev O'zbekistonda tur. Zaharli ayiqdovonlar eng zaharli ayiqdovonlar biri hisoblanadi. Barglarda yaprog'i buyraksimon, poyasi tuksiz o'simlik. Uchmoq turkum. Bu turkumga kiruvchi ko'kgulda o'rnashgan zaharli begona o'simlik. Bu turkumni ikkita turi bor: to'g'ri meva, o't va o'roq. Ayiqdovondoshlar oilasini quyidagi turlari: Boysunqorov va hokazolar O'zbekiston Respublikasini Tur kitobiga kiritildi. Zirkdoshlar oilasi 4 ta oilachani birlashtiradi. Bular ham buni O'zbekistonda 4 turkum ko'p, 3 ta yovvoyi, 1 ta tur madaniy. Shulardan Girsovun turkumining 4 ta turi mavjud. Eversman, Boyxalcha, ya'ni Albert Girsovun turlarini olishimiz mumkin. Zirk turkumi vakillari madaniy manzarali, bitta 2 ta turi madaniy manzarali, bitta 3 ta turi yovvoyi holatda O'zbekiston Qoraband zirk 4 metrgacha keladi. Bershoh tog'li mintaqada uchraydi o'simlik. Qizil zirk poyasini to'q qizilligi, barglari maydaroq, chetlarini tiksiz, oldingi turlardan turadi. Tog'ning o'rta bag'rida, soy bo'ylarida. Magoniya turkumi. Magoniya turkumining ikkita madaniy turi bor: oddiy magoniya va yapon magoniyasi. Asosan ko'kalamzorlashtirishda foydalaniladi. Sallagul namolar qabila. Bu namolar qabila
Bu qabilani bitta turkumdan iborat Yevrosiyo Sharqi 5-40 turni o'z ichiga oladigan o'tchi hayotiy shaklga ega bo'lgan chiroyli manzarali o'simliklar sifatida o'stiriladi. O'zbekistonda oilani sallagul deb ataluvchi turi Payonia gibrida deb ataladigan turi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Ya'ni bu o'simlikni ildizdan tayyorlangan tabobatda tishlantirib dori sifatida foydalaniladi. Ko'knor namolar qabilasi Favirali bu qabilani 1 yillik, ko'p yillik, ba'zan past bo'yi daraxt juda hayotiy shakllarga bo'lishi mumkin. Barglari bargsiz, navbatlashib, qarama-qarshi halqa holatda uchraydi. Aktinamorf, zigamorf gullarga ega. Ko'knor namolar qabilasini 3 ta oilaga bo'lib o'tamiz. Ko'knordoshlar, bo'g'inmiylar va shotoradoshlar oilasi bo'lib o'rganiladi. Ko'knordoshlar oilasi O'zbekistonda 9 turkumga oid 32 turi tarqalgan. Asosan o'sha keng xatsimon kesilgan bargli ko'p yillik o'tlar hisoblanadi. Gullari bittadan ko'p gulda mevasi ko'sak yoki qo'zoqcha. Shulardan biri qizg'aldoq. Adir tog'larimizda o'sha tanasi siyrak eshimer hisoblanadi. Ko'knor turkumi bu turkumning vakillari oq simon shirali 1 yillik, ko'p yillik silliq yoki tukli o'tlar hisoblanadi. Barglari deyarli butun yoki xatsimon qisilgan holatda ham bo'lishi mumkin. Mevasi dumaloq, cho'ziq, tuxumsimon shakllarga ega bo'ladi. Oq, tusli, sariq yoki qizil gultojbarglarga ega. O'zbekistonda 5 ta turi bor. Yovvoyi turlardan keng tarqalgani lola qizg'aldoq, qizil gulli ko'knor. Barglari dag'al, qiltiqsimon, 1 yillik o'simlik. Respublikamizning barcha viloyatlarida, qumli, toshli yonbag'irlarda, tuproqli cho'llarda keng tarqalgan o'simlik hisoblanadi. Ko'knor tarkibida judayam ko'p miqdorda alkaloidlar, kodin, papaverin va yuqori sifatli moylar. Ular tibbiyotda turli ovqatlarda foydalanilmoqda. Dorivorlik maqsadida esa qoncho'p, makliya, o'rmon qora kabi o'simliklardan ham foydalaniladi. Shotoradoshlar oilasi. Barglari asosan bularni ildiz bo'g'zi joylashgan shingilsimon to'pgulga, ya'ni ikki jins zigamorf gullarga ega. Mevasi ko'sak shaklga bo'ladi. Diversiv burma qorasini, Turkiston shotorasini olish mumkin. Bular O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan. Shotara, ya'ni Humaria valiantidan dorivorlik sifatida ham foydalaniladi.